nima qildik biz hozir deydi. Posolstvoga pasportsiz kirib ketdim. Biz Arkanzas shtatida bo'lganmiz. Bu Bibliyaning eng bir kuchli joyi, din juda ham kuchli ekanda u yerda. Xullas daraxt ichida o'tirganlar. To'li bir kun, to'li bilmayman qanchadir vaqt o'tirganlar. O'tirganda ba'zi bir blogerlarni ko'rdim, tushunmadim. Aytman bunaqa amaliyot asr. Aha, bormi o'sha yoqqa nima qiladi endi? 12-asrdan qolib ketgan hammomni ko'rdik. Kanalizatsiyasi turibdi, trubalari turibdi. Nima og'iz ochiladi-da. Judayam chiroyli. Shuning uchun sari magazinga kirib qoldim. Endi choy qo'ydi, bir narsalar qo'ydi. 20 ta sarini chochib tashladi oldimga. Men olmayman, men shunchaki ko'rgani kirdim. Haqiqiy gentleman deymiz-ku, lekin gentle lady ham ekan, gentlewoman ekan. Amerikada odamlar yordam bermaydi bir-biriga. Menimcha davlatga borishdan oldin boradigan davlatlarni tanib olinglar. IELTSga bog'layman shu yerda. IELTSga bog'layman. Endi o'shanday havoda yuribmanda, endi birinchi chetga chiqqanim, endi men bo'lsa og'zim ochilib, nima qilib, ularni shirincha etsam, ular asalcha ekan. Keyin mahoratni qarang. Ikkita cho'ntakdan olib ketganda, tashqi cho'ntak. Xulosa, zavqlanayotgan payt rasmiy ish. Tugab qoladi hozir. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana biz Campus Learning Center o'quv markazida o'zimiz podkastlar seriyasini olishda davom etmoqdamiz va bugun bizning podkastlarimizning ikkinchi soni. Bu videoni boshlashimizdan avval oldingi video sizlar tomoningizdan iliq kutib olganingiz uchun rahmat deb o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu videomizda biz sizlarni qiziqtirgan yana o'sha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Har doimgidek savollarimizga Gavhar opa javob beradilar. Assalomu alaykum Gavhar opa. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Gavhar opa, mana birinchi videomizdan keyin ozmuncha vaqt o'tmadi. Balki o'sha podkastimizdan keyin qanaqadir o'zgarishlar, balki o'quvchilaringiz fikr bildirgandir, qanaqadir effekt bo'lgandir. Shu haqida bo'lsangiz. Endi u podkastni o'zi tushirib olguninglarcha, ko'ndirguninglarcha vaqt o'tganida to'g'risi, chunki qaysidir ma'noda skromnilik qildimmi, kamtarinlik qildimmi, xohlamadim unchalik, bilmadim qanaqa natija bo'lishini, lekin kuzatdim o'zim ham, yaxshigina layk yopdi va quvonarli bitta narsa bo'ldiki, bitta o'quvchi keldi, yangi o'quvchi. O'sha qiz aytdi, aynan shu podkastingizdan keyin sizni tanladim, siz meni tanlagan o'qituvchi bo'ldingiz dedi. Demak, yaxshi bo'pti-da. Rahmat shunga. Mayli, unda sizlarni ko'p kutirmay savollarga o'tamiz. Mayli. Yana o'quvchilar tomonidan biz savollar yig'dik. Keling, oddiyroqdan boshlaymiz. Gavhar opa, biz bilamiz, agar siz bilmasangiz, Gavhar opa 5 ta davlatga sayohat qilganlar. Ular haqida hozir ozgina to'xtalib o'tamiz. Gavhar opa, hayotingizdagi eng esda qolarli sayohat qaysi bo'lgan? Nima uchun u siz uchun juda muhim? Endi o'zi 5 tagina deb boshlab olay. Chunki endi juda katta raqam emas, lekin oddiy o'zbek ayoli uchun yomon ham emas, chunki men oddiy oiladan chiqqanman. Qizig'i shundaki, o'sha borgan 3 ta Indiya, keyin Angliya bo'ladigan bo'lsa, o'sha payti qaynona-qaynatam bilan yashaganman. Avvalam aytdim, Xudoga shukrlar, shunchalik qo'llab-quvvatlab menga ruxsat berishgan sayohatga, ish bilan, o'qish bilan borganman. Esda qoladigani hozir yaxshilab o'ylab qarasam 2 ta ekan. Va albatta birinchisi, chunki birinchi marta qafasda o'tirgan qushchani qo'yib yuboradi. Shunaqa qilib ketganman. Toshkentda amallab yura olmaydigan odam. Hindistonga ketganman. Hindistonga ketish o'sha bitta qiziq voqea bo'lgandida, xullas hujjat topshirish kerak bo'lgan Indiyskiy posolstvoga. Men Toshkentda eplab o'zim yura olmayman-da endi. Keyin sobiq o'quvchim bor, Shohida degan, hozir universitetda ishlaydilar. Gavhar opa birga boraman dedilar. Keyin
nimalardir bo'ldida endi uyda hujjatlarim qolib ketdi, bir narsalar bo'ldi. Kinoda kaptarim tug'ib qo'ydi, bir narsalar dedik, shunaqalar bo'ldi. Xullas kechikdik biroz, keyin Toshkentga bordik. Yo'lda metroda bitta tanish, o'sha yili yana magistraturaga ham topshirgandim, lekin qira olmagandim. Xullas rejalashtirdik, hujjat topshiramiz dokumentni Indiyaga topshiramiz hujjatimizni qaytarib olamiz deb. Keyin metroda bitta tanishimiz ko'rib qoldikda. Keyin unga aytdik-ku, davay dedi, o'sha universitetga ketyapman dedi. Bitta o'qimlikda quyondiramiz dedikda. Keyin men pasportimni berib yubordim unga. Pasportimni berib yubordim. Naблюдай ход мысли. Aytdim, men olib qo'yaman hujjatingizni dedi. Keyin bordik, stansiyada o'tiribmiz, keyin Shohida Gavhar keyin hujjatlaringizni bitta tekshirib olaylik dedi. Keyin ko'rdi. Keyin voy Gavhar opa. Nima bo'ldi desam, nima qildik biz hozir dedi. Nima qilibmiz desam, pasportni nimaga beryapti? Pasportga kirish kerak. Biz pasportni berib yuborganmizda. Keyin shu joyda yig'lab yubordim. Men aytdim, o'zi dedim, hujjatlar joyiga qolib ketgan dedim. Xudo yo'l qo'ymayapti, tinch o'tiray, shu ishda bolam tashlab qayerga ketaman dedimda, keyin yo'q dedi. Boramiz, kiramiz dedi. Shunaqa payti uni nimasiga, shijoatiga, qo'rqmasligiga qoyil qolib ketdimda. Bordik, keyin prohodnoyda shunaqa aytdik, topshirmoqchimiz dedik. Keyin mayli dedi, pasportingizni bering dedimi? Keyin men po'kilib qolib ketdi desam, Shohida bir tepdi-da meni. Qarang, narigi sumkamizda qolib ketibdi, shu kirib chiqsinlar, shundoq topshiradilar desam, yo mayli desam, sherigim ham topshiradi desam, yana tepyapti-da. Tushunishdi, kirgizib yuborishdi. Posolstvoga pasportsiz kirib ketdim. Keyin kirdik, o'z odatda hujjat shunda topshiriladi sekretarga va chiqiladi. Men topshirgan paytimga o'sha programmani koordinatori chiqib qoldi. Keyin qiziqib shu yerda suhbat qildik. Ozgina gaplashdik, keyin chiqamiz ekan, Shohida kuldi. Aniq o'tasiz, chunki janob tushar uncha-munchaga suhbat qilmasdi dedi. Keyin shunaqa qilib o'tib ketganman. Shunaqa qiziq bo'lgan Indiyaga ketishim. Nima uchun Indiya juda ham muhim men uchun, boya aytgandek, birinchi experience bu. Birinchi tajriba, chet elda o'qish, boshqa mamlakatdagilar bilan muloqot qilish, o'zini tuta bilish, ko'p narsa o'rgandim u yerdan va juda ham ko'p ruhlanganman o'sha paytda, chunki ko'p mamlakatlardan vakillar bo'lgan. Men u paytda endi oddiygina o'qituvchi. Ularning ichida misol uchun kuchli o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, 5 taligi bo'lsa, o'sha 5 talikka kirganman-da. Keyin juda ko'p aytishgan menga, qobiliyatlisan, yana topshir, grantlarga topshir, sayohat qilish kerak, o'rganish kerak, o'qish kerak deb. Shu jihatdan Indiya juda ham muhim men uchun. Haqiqatda kicking point, starting point bo'lganda u Indiyadan qaytgandan keyin o'tira olmay qolganman joyimda. Ikkinchi muhimi bu birinchi marta xo'jayinim bilan qilgan sayohatimiz. Qayerga? Gruziyaga. O'zim borgan 4-mamlakat bo'ldi. Biz to'yimizni 25-yilligini chet elda nishonlashga qaror qildikda. Nima uchun bu muhim bo'ldi? Biz bir-birimizni tanimas ekanmiz. 25 yil yashab, o'sha bir hafta ikkalamiz uchun sinovdek bo'ldi-da, chunki nima uchun? Biz shu paytgacha shuncha vaqt birga yashasak ham yolg'iz ikkalamiz qolmaganmiz-da. Birga yashaganmiz, qayna-qaynota, ota-ona, farzandlar. Bunaqa 24 soat ikkalamiz birga qolib ketmaganmiz-da. Qiyinchilik bo'ldi. Birinchi 3 kun kelisha olmadik. Hech urushmagan odamlar urushib qoldik, talashib qoldik. Lekin sayohatni ikkinchi yarmiga kelib, o'zimizga kelib qoldik keyin. Va umuman shu joyda aytishim kerak, ayniqsa oilalar uchun sayohat juda ham muhim ekan, chunki
o'sha boshqa muammolardan ketib, ajralib, o'zi bilan o'zi qolar ekan inson birgalikda. Mehr ham ortadi, odam yaxshiroq bir-birini o'rganadi, munosabat o'zgarar ekan. Shuning uchun men uchun rosa muhim shu sayohat. Xo'p, keyin endi baribir insonda bo'ladi, kutilgan narsa bilan reallik har doim bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun Gavhar opa, masalan, biror joyga bordingiz deylik. U haqidagi tasavvuringiz butunlay o'zgargan holat bo'lganmi? Bu Amerika. Amerikaga ketayotganda hamma blokbasterlarni ko'rgan bo'ladi, boyliklarni ko'rgan bo'ladi. U yerda hamma krutoy rokerlar, hamma piercing qilgan, nakolkalarda badabang hamma urushgan degan xayol bilan boradi. Men uchun eng katta kashfiyot Amerikaga borganimda yoki biz o'shanday shtatga bordikmi, men ko'rgan birinchi narsa bu oila bo'ldi. Eng muhim narsa men uchun. Nima uchun Amerikada? Biz Arkanzas shtatida bo'lganmiz. Arkanzas shtati flyover state deyishar ekan o'zlari. Flyover state degani you can fly over it. It's not interesting. Lekin shu bilan birga o'sha yili biz ko'rganimizda statistikada Amerikadagi yashash uchun eng zo'r bo'lgan 5talikka kirgan. Sababi juda ham tinch, aholisi juda ham ajoyib va Amerikaning Bible Belt hisoblanadi. Bible Belt degani Bibliyaning eng bir kuchli joyi, din juda ham kuchli ekanda u yerda. Balkim shuning uchundir tartib, hamma narsa joy-joyida-da. Qayerga borsang, qanaqa tadbirga bormasang, oila birga o'sha yerda. Konsertga bordik, misol uchun bibliotekada o'sha kichkinagina shaharning tarixi haqida konsert bo'ldi. Bordik. Er-xotin yosh bo'lsin, qari bo'lsin, qo'l ishlash bo'lgan, ular birga borishyapti. Basketbolga boryapmiz. Basketbolda oila, spouselar. Yosh, qari sochlari oqarib ketgan, qiziq ular sochini bo'yamas ekan. Ayollar oppoqda, mana bizda endi oq soch oralasi nima qilishadi-ku. Ularda oppoqda o'sha balet qiladigan komandasining futbolkasini kiyib olgan, anaqa bir narsalar deb baqirgan. Xullas qayerda bo'lsa yoki cherkovga olib borishdi tomosha qilish uchun. U yerda ham qayerda bo'lsa ular birga ekan. Dam olish kunimi ular birgalikda vaqt o'tkazar ekan. Shu narsasi menga rosa ham yoqdi. Bizda biroz siljish bo'lyapti. Bizda yaxshi, hozir oxirgi payt masalan ovqatlanish joylariga borsanglar ko'ryapmiz уже. No, odatda ayollar alohida, erkaklar alohida o'tiradi-da. Erkaklar choyxonaga boradi, ayollar ham boshqa joyga boradi. Shu narsa biroz noto'g'ri-da. U yerda doimo oila birgalikda. Ana shu men uchun shok emas, yoqimli shok bo'lgan. Rosa ko'rib havas qilib kelganman, rosa yoqqan menga. Anonim aytib berasizmi? Tarafga chiqib qo'ygan. O'zi har bitta sayohat, bitta kolleksiya, bitta hikoyacha qilsa bo'ladi-da. Meni o'sha Amerika dasturi doirasida host family bor edi. Bitta ayolnikida ko'p emas, 2 kun yoki 3 kun yashash kerak bo'ladi va o'sha ayoldan undan tashqari yana lanchlarga chiqib, sayohatlarga chiqib, ular biz uchun har xil dasturlar qilib bergandi. Gaplashdik. Keyin bir kuni yo'lda ketayotganda juda ham chiroyli daraxtlar shunaqa ko'p endi. Va daraxtlarga pishti chizib qo'yganda, nima gap o'tsam, bu dedi, o'sha daraxtlar reyestrga kiritilgan, himoyada, davlat himoyasi ostida, shuning uchun ham bular belgi qilingan dedi. Keyin senga qiziqarli voqea aytib beraman dedi. 1-2 yil avval dedi, shunaqa narsa bo'ldiki dedi. O'sha ayol yashaydigan hududda katta bir daraxt kesmoqchi bo'lishibdi.
keyin daraxt saqlab qolishga harakat qildimda dedi, keyin chiqib oldim daraxt ustiga dedi. Endi ma'lumot uchun men borganimda tak necha yosh edilar? Kamida 73-74 yoshda edilarda. Men borgan paytim. Men tasavvur qiling, o'sha payti daraxtga chiqib qolgan payti 70 yosh bo'ladi-da. Tak minimum. Rosa qiziq bo'ldi dedi, politsiya bo'ldi dedi. I was on BBC, I was on TV dedi, televideniyalar kelgan, uni videoga tushirgan. Xullas daraxt ichida o'tirganlar, daraxt ustida o'tirganlar. To'li bir kun, to'li bilmayman qanchadir vaqt o'tirganlar. Shu daraxt saqlab qo'yganlar. Bundan dars qanaqa harakat qilish kerak-da. Odam nimanidir himoya qilmoqchi bo'lsa, qandaydir yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, urinish kerak, harakat qilish kerak, bir o'zimman demash kerak-da. Shunday qilib, bittagina daraxtcha deyishimiz mumkin, lekin u qancha qurqumurskalarni uyi, u qancha narsa undan oziqa oladi. Bu katta ishda. Shundan qiziq narsani aytib bergandi o'sha ayol menga. Kichik qahramonlik bo'lgan ekan. Kimningdir ko'ziga bu kichik, lekin tasavvur qiling, bizda kimdi? Yetadi shuni qilishga. Bilmadim. Oxlaydi tagini. Maksimum. Yo'q, menimcha ishlaydi. Ishlaydi, qilib ko'rish kerak-da. Hokim aytsa degan daraxt to'plash deb siz yoqda o'tiraversiz. Nima ekan? Ha, endi odam o'tiribdi-ku. Hozir masalan, ommaviy axborot rivojlangan, ahamiyat berishadi, qarashadi. Mana men deb yorib chiqqan yo'qda, shu daraxtda o'tiradigan odamni o'zi yo'q. O'shandayda. Olib kelsammikan? 15 qaymon desa shunday chiqadi. Yo'q. Nimaga? Yuragi kattalar bor. Bor. O'sha balkim podkast ko'rgandan keyin chiqib olishadi. Daraxtga chiqinglar. Ana bir sayohat davomida qaysi millat vakillari sizda katta taassurot qoldirgan? Hozirgi bo'ladimi yo? Yo'q, bu normal savol. Men masalan hozir bundan oldingida Indiyani kutgandim sizdan. Nimaga? Chunki Indiyani hamma представленияsi noto'g'ri degan so'z, boshqacha degan so'z. Endi qarada, Hoji Akbar, hamma o'zi xohlagan narsani, o'zi istagan narsani ko'radi-da. Men masalan tushunmayman, Instagramni ko'rib o'tirganimda ba'zi bir blogerlarni ko'rdim, tushunmadim. Mana bunaqa mana yaxshisi. Aha, bormi o'sha yoqqa nima qiladi endi? Masalan, kimnidir orzusiga qolib ketganda Hindiston. Meni biz qarindoshimiz bor edi, juda ham ajoyib ayol edilar, sudya edilar. O'sha kishi yoshligida indiyskiy maktab, hind tiliga ixtisoslashtirilgan maktabda o'qigan ekanlarda. Men Hindistonga borib kelganimdan keyin o'sha payt sudya bo'lib ishlardilar. Shunaqa mazza qilib tomosha qildilar ana rasmlarni. Meni orzuligicha qolib ketdi dedilar. Endi bo'ladi. Hamma joyda bor unaqa joylar. Har bir mamlakatda bo'ladi. Bizda ham bor. Juda obod bo'lmagan joylar. Endi u menimcha noto'g'ri-da bu narsa. Endi Indiyada musul ko'proq, axlat ko'proq, aholi ko'proq, yozda borsangiz hid bo'ladi, lekin 2 kun yurgan o'rganib ketadi, eshitsa qilmaydi. Men faqat esimda qolgani gullagan daraxtlar, misol uchun. U chiroyli ibodatxonalar, biz ajdodlarimiz qurib ketgan joylar, shunaqa chiroyli, u arxitekturani qaraysan, o'zingga savol berasan. 12-asrdan qolib ketgan hammomni ko'rdik. Kanalizatsiyasi turibdi, trubalari turibdi. Odamni og'zi ochiladi-da. Juda ham chiroyli. Shuning uchun bunaqa, nima deydi, negativ narsani o'zimdan haydayman. Musiqani rasmga tushirishda nima keragi bor, misol uchun. Chiroyli rasmlarni olib kelganman. U odam o'ziga bog'liq. Hamma joyda bo'ladi. Nima Amerikada bir professorimiz bor edi, ismlari Leya. Ular bizga kulturadan, madaniyatdan ham dars o'tdilarda. Bu dars juda ham muhim edi, chunki biz u yerda 32 kishi 22 yoki 24 ta mamlakatdan edikda va bunaqa holatda madaniyatlar to'qnashuvi, culture clash bo'lishi tabiiy edi-da. O'sha payti u bizga tushuntirdi.
hamma har xil bo'ladi, odamlar har xil bo'ladi, joy har xil bo'ladi. Imkon darajasida o'rganib borish kerak. Bir narsa endi yoqmayaptimi sizga? Not good, not bad, just different. Yaxshi emas, yomon emas. Boshqacha deb qabul qilish kerak bo'ldi. Bu sizga yoqmayaptimi, yoqmagan narsangizga qaramang bo'ldi. O'shanda mazza qiladi odam. O'zbekistonga nazar qiladimi? Albatta, men uyalib ketdim, men Xorazmga bormaganman. Qashqadaryoga bormaganman. O'zimcha maqtanaman, chet elga bordim deb bitta joyga. O'zimizda qanaqa joylar bor, ha, borish kerak o'shalarga birinchi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Gavhar opa, sayohat davomida qaysi millat vakillari sizda katta taassurot qoldirdi? Uni endi mana bu millat katta taassurot qoldirdi, bunisi katta taassurot qoldirmadi deyishni o'zi noto'g'ri. Har bittasini o'ziga yarasha haqiqatdan ham o'ziga xos bir xususiyati bo'lar ekanda. Masalan, Hindistondan boshlayman. Hindistonda inson odamlari sodda degan xulosaga keldi. To'g'ri, mana bu sotuvchilar yomon ayyor bo'ladi, lekin xalq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bilmayman, menga shunday tuyuldi. Endi chunki masalan hammani kinolarini ko'rsangiz, bunday sal narsaga voy deb ketadi, emotsional-ku. Demak, shunaqa narsalarga ishonadi va sotuvchilar servisga qoyil qolib ketuvdim. Xohlagan magaziningga kirsang, endi yodvob xizmat qiladi-da. Sari magazinga kirib qoldim, endi choy qo'ydi, bir narsalar qo'ydi, 20 ta sarini chochib tashladi-da oldimga. Men olmayman, men shunchaki ko'rgani kirdim desam, "Yo'q, bizning ishimiz" deyapti. Lekin bitta sarini olib chiqib ketdim uyalganimdan. Shu tomoni menga yoqdi. Angliyada menga nima yoqqanida, hamma bir-biriga yordam beradi. Hamma, masalan, men ko'chada og'ir sumka bilan ketdim bir kuni. Hamma taklif qildi-da yordamni. Haqiqiy gentleman deymiz-ku, lekin gentle lady ham ekan, gentlewoman ekan. Sumkani ko'tarib ketatsam, bir kun mendan kichkina ayol ko'tarishay deyapti-da. Juda ham helpful xalq ekan. Shunaqa har bittasini o'ziga yarasha, masalan, gruziyaliklarni g'ururiga, vatanparvar, rosa ham endi juda ham g'ururli xalq ekan. Shunaqa tomonlarida endi bu har bitta xalqni o'ziga yarasha bir havas qiladigan tomoni bo'ladi. Ba'zi joylari bo'ldi. Masalan, Gruziyada endi qo'polroqdek ko'rindi-da xalqi. Keyin jaj qilmaslik kerak-da odam, shoshilmaslik kerak. Keyin o'zimga savol berdim. Nimaga unaqa ekan ular deb. Xullas bir hafta yurdik, yo'qda juda ham gidlari zo'r ekan. Gruziyaning tarixini yodlab keldim-da. Haligacha esimda birinchi podshohi Vaqtan Go'rgasali, ular bunaqa boshiga bo'rini nimasini kallasini maska qilib kiyib yurgan. Ular endi undefeatable bo'lgan ekan. Juda ham ko'p xalqlar ularni bosib olmoqchi bo'lgan ekan, ularni bosib ola olmagan ekan. O'shaning uchun balkim o'sha qonida himoya refleksi kuchliligi uchunmi bir martasiga odamni bunday o'zidan sal uzoqlashib, sal qaytarib yuboradimikan balkim degan xulosaga keldim. Bir borganingda seskanasan albatta, keyin endi bizda ham o'zimizga yarasha kamchiligimiz bor. Shu o'rganish kerak shunchaki. Gavhar opa, aytingchi, sayohat qilish odamni qanday o'zgartiradi? Bilmadim, balki bu yerda ozgina nohaq bo'larman, kimdir fikrimga qo'shilmas, kimlarnidir umuman o'zgartirmasligi mumkin. Insonni o'ziga bog'liq, lekin aksariyatni ijobiy tomonga o'zgartiradi, chunki dunyoqarash kengayadi baribir. Odam, inson o'zi sayohatga chiqqanda ko'p narsa o'rgangandan keyin, har xil odamlarni o'rgangandan keyin, bilimi oshgandan keyin albatta dunyoqarash o'rganadi. Keyin o'sha sayohatga ishtiyoq uyg'onadi. Bir marta chet elga chiqqan odam o'tira olmay qoladi. Qayerga borsam ekan deydi. Keyin yana muhim bir narsa, vatanparvarlik hissi oshadi. Chunki qayerga bormay uyga qaytging keladi-da, uyingni sog'inasan chunki.
masalan Amerikadan xudo qachon uyga kelamiz ekan deb samolyotda уже samolyotda his qildik biz uyda ekanligimizni, chunki Amerikada odamlar yordam bermaydi bir-biriga. Masalan sen ayolmisan, katta chimodan bilan ketyapman, hech kimning ishi yo'q. Nimaga bunaqa desam, endi ularda gender equality juda ham baland qo'yiladi. Nima deyiladi, gender tengligi. Shuning uchun mabodo ular nima uchun unaqa qilar ekanki, ayol kishiga yordam berib qo'ysa, u ayol kishi sen meni o'zingdan past ko'rding, kuchsizroq ko'rding deb haqoratlanib qolishi mumkin ekanda. Shuning uchun samolyotga chiqqanimizda o'zbek yigiti kelib chimodanimizni ko'targaniga xudoga shukr, uyga qaytyapmiz. O'zimiz yigitlar, o'zimiz erkaklar yaxshida baribir deb. Shunaqa plus minuslarni ko'rib vatanparvarlik hissi oshadi, chunki ko'rasan har xil joylari ko'riladi-da. Bizdagi yaxshiroq narsalar ko'riladi. Keyin boya bir narsani o'ylagandim, o'sha ketib qoldi-da. Kelib qolsa aytaman, lekin esdan chiqib ketdi. Keyingi savolga o'tsak, har bir odam hayotida hech bo'lmasa bir marta sayohat qilish kerak bo'lganda qaysi joyga borishni maslahat bergan bo'lasiz? U odamning o'ziga bog'liq. U nimani yaxshi ko'rishiga bog'liq, qiziqishlariga bog'liq. Agar hozir men Toj Mahalni ko'rish kerak, albatta desam, balkim u odam texnikaga qiziqar. Unga zamonaviy narsalar, zamonaviy arxitektura yoqar. Biz borib voh deb kelgan narsalarimiz u ham borib, masalan, agar birinchidan arxitektura yoqmasligi mumkin, ikkinchidan nima tabi nozikroq odam bo'lsa, u musorlarni ko'rib kayfiyati tushib ketishi mumkin. Menimcha unaqa maslahat o'zi sal noto'g'ri. Odam o'zini qiziqishlariga qarab, agar u shoppingni yaxshi ko'radigan bo'lsa, Turkiya, Dubay bo'lsa kerak. Tarix, biz masalan tarix bo'lishi kerak biz uchun, albatta. Shu yerda xo'jayinim bilan ikkita muhim common feature topildi bizda. Ikkalamiz ham tarix va tabiatni yaxshi ko'ramiz. Masalan, mamlakat tanlaganda Dubay ikkalamiz sirazi yo'q dedik. Chunki u yoqda endi shopping chiroyli joylari bor albatta, lekin tarixiy joylari yo'q va biz piyoda yurishni yaxshi ko'ramiz. Yo'qda piyoda yurish невозможно deb eshitdik. Shundayda kimki texnologiya qiziqsa, ana o'sha Dubayga borsa bo'ladi. Qiziqishiga qarab o'zi belgilash kerak odam. U nima? See Naples and die degan maqola bor. Neapol haqida-da u. O'lishdan oldin Neapolda albatta bir marta ko'rish kerak degan, lekin bu narsani insonni o'zi belgilash kerak, chunki bo'lmaydi, u maslahat beradigan narsa emas. O'zga qiladiganlarimiz. Borishimiz men demoqchiman. Ruslar aytgandek, это дело вкуса, выбирайте на свой вкус и цвет. Endi menimcha davlatga borishdan oldin boradigan davlatlarni tanlab olinglar. Shundayda va to'g'ri tanlov qilish kerak. Chunki borgandan keyin uni enjoy to the full qilish kerak, mazza qilish kerak, ko'rayotgan narsangdan rohatlanish kerak va xohlagan narsangni ko'rishing kerak. Bizda shunaqa bo'ldi, Xudoga shukr. Biroz o'sha falsafiy chuqur savollardan amaliy savollarga o'tamiz. Keragi ham shu o'zi. Gavhar opa, byudjet sayohatchilari uchun eng yaxshi maslahatlaringiz qanday? Biz ham byudjet sayohatchi bo'lganmiz. Aksariyat hozir hali ham Xudoga shukr O'zbekistonni eshiklari lang ochildi sayohat uchun va sayohat qilish unaqa darajada qimmat emas. Baribir borganni aksariyati byudjet sayohatchi, ya'ni bemalol hamma narsaga har kuni eng zo'r restoranlarda ovqatlanib, o'ziga bunaqa narsalarni effort qila olmaydiganlar ko'p. Endi birinchidan borishdan oldin o'rganib olish kerak. Borishdan oldin o'rganib olish kerakki, masalan, olaylik, valyutasini o'rganib olish kerak. Valyutada qanaqa muammolar paydo bo'lishi mumkin? Masalan, so'm bilan boshqa mamlakatni valyutasini solishtirganda, so'mning summadagi qiymati ancha baland chiqadi-da. Misol uchun, masalan, Gruziyada lari edi va
Endi hozir aniq eslab bera olmayman, lekin misol uchun ko'radigan bo'lsak, taksida qayergadir borish eng kam to'laganimiz 3-4 lari edi-da. Shunda tushunib olyapsan summadagi farqni. Bu nimaga olib kelishi mumkin? Sayohatchi borib, mana bunday 30 larilik narsani ko'rib, arzon ekan deyishi mumkin-da. Ko'ziga arzon ko'rinadi u narsa. Endi Hindistonda bo'lgan u narsa. Chunki o'sha borganimizda tak $1 45 rupiyda adashmasam agar. Bizda endi farq ancha katta edi. Mana shunaqa qilib adashib men ko'p pul sarflab qo'ydim. Sayohatchi shuni bilish kerak. Keyin yana valyutaga keladigan bo'lsak, qayerda uni almashtirish ma'qulroq? Masalan, aeroportda ko'pincha qimmatroq bo'ladi. O'rganib olish kerak, qayerda, qanday, xuddi o'sha borgan joylarimizda yurgan yo'lingizda obmennik, yurgan yo'lingizda tanlab olasiz o'zingiz, qayerda sal qimmatroq bo'lsa o'sha yerdan olinadi. Keyin vaqtni yo'qotmaslik uchun transportni o'rganib olish kerak. Nimada yurasan u yerda? Chunki piyoda boradigan joylarga piyoda yuriladi. U uchun endi GPS, Yandex karta bor, u qiyin emas umuman. Lekin uzoqroq joyga boradigan joyga odam harakatini qilib qo'yish kerak. Masalan, Amerikada avtobusda yurardik. Amerikada biz borgan shaharda avtobus tekin edi. Tep-tekin edi hammaga. Ajoyib edi. Angliyada kartochka olish kerak edi. Biz ekonom qilish uchun yo'lda London zonalarga bo'linganda, birinchi zona eng markaziy zona. Qancha shunga yaqin bo'lgani sayin bilet mana bu kartochka narxi qimmatlashaveradi. O'shani o'ylab olish kerak. Men birdan 4 gacha olib qo'yganman. Ancha qimmat bo'lgan meniki, sheriklarim juda aqlli qizlar edi. 4-zonada 2-zonagacha olgan. 2-zonagacha borib oladi. Nimada? Metroda. Qizig'i shundaki, o'sha kartochka metroda 1-zonaga ishlaydi faqat. 1-zonagacha. 1-zonaga kirib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? U rule violation bo'ladi, qoidani buzgan hisoblanasiz. Lekin u kartochka avtobusga o'taveradi. 1-zonaga o'tish uchun. Qizlar 1-zonaga ozgina qolganda tushib olardi-da. Keyin u yog'iga avtobusga ketardi. Shunaqa aqlli xodlar qilganda, ularniki ancha yurishi arzonlashgan yoki mana shunaqa narsa Turkiyaga borishdan oldin unda ham ehtiyotni qilib olish kerak. Trolleybusda yurish uchun kartochka olish kerak. Transport vositalarini o'rganib olish kerak va albatta endi ovqatini qayerda yeyish kerak, nima qilish kerak. Sal biznikidan farqli bo'lgan ovqatlarni yeyishga to'g'ri keladi. Unga ham tayyor bo'lish kerak. Biz masalan Gruziyada 2 kun, 3 kun ko'chada ovqatlandik. Ovqati yomon demayman, bizga to'g'ri kelmadi endi. Biz o'yladikki, arzimaydi bu pulga deb, keyin zo'r kashfiyot, discovery bo'ldi. Gruziyadagidaqa pomidor hech qayerda yo'q. Borsanglar yeylar, yozda borsanglar. Bitta non olardik, bitta pomidor, bitta kola. O'shunga mana shunaqa qilib berdik. Byudjetni. Chunki borishdan maqsad nima? Borishdan maqsad ovqat yeyish emas-ku, borishdan maqsad joylar ko'rish, sayohat qilish. Bunaqa narsada biroz ekonom qilish kerak. Menimcha oziq-ovqatda pulni tejash kerak-da. U pulni hammasini sayohatga yo'naltirish kerak. Sovg'ani ham qimmat olmash kerak. Bizda endi qaytganda hamma kutadi, lekin biz o'zi masalan juda yayrab borib kelgan odam bo'lmaymiz. Shuning uchun magnit, ruchka, esda qoladigan bir mayda-chuyda narsa suvenir qilib olib kelish kerak. Qimmat sovg'a olmash kerak. Uni o'rniga sayohat qilish kerak. Chunki shu joyga qaytib borasizmi, yo'qmi hali Xudo biladi. Keyingi savol, sayohat davomida qanday muammolar bilan duch kelgansiz va ularni qanday hal qilgansiz? Muammo bo'lgan bir marta pul o'g'irlatganman. O'shani aytib berdingiz. Bunga action. Xullas, IELTSga bog'layman shu yerda. IELTSga bog'layman. IELTSda essay bor. Advantages and disadvantages of tourism. Pluslari va minuslari. Minuslari shundaki, sayohat ko'p bo'lgan joyda, turistik zonalarda jinoyatchilik level
bosqich, уровень. Yo'q, Daraja. Daraja. Ha. jinoyatchilik darajasi yuqori bo'ladi. Chunki u tabiiyda turistlar bo'ladi, turistlarning yonida albatta pul bo'ladi. Shuning uchun u yoqda jinoyatchilik yaxshigina rivojlangan bo'ladi. Asosan qanaqa? Bu kisaburlik. Pickpocketing bo'ladi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chetda yurganda pulni olib yurish kerak emas odam yonida. Iloji bo'lsa hujjatlarni ham olib yurmaslik kerak. Pasportni kopiyasini olsa, hech kim so'ramaydi. Har ehtimolga qarshi pasportni kopiyasini olish kerak. Xullas, shu Hindistondaligimizda endi o'shanday havoda yuribmanda, endi birinchi chetga chiqqanim, endi nima bo'lsa og'zim ochilib, mana qilib Akshardam degan rosa chiroyli ibodatxonasi bor, o'sha yoqqa ketayotgandik. Keyin metroda ketayotgandik. Yonimizdan bolachalar mana shunday dedi. Bir narsa dedi, kuladi, yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Men voy shirincha ekan dedim. Keyin borsak, ozginagina to'lov bor edi. Borsak pulim o'g'irlab ketgandi. Futbolchilarmi? O'sha chunki boshqa iloji yo'q edi-da, boshqa gumon yo'q. Faqat ular yuribdi yonimizda. Men ularni shirincha aytsam, ular asalcha ekanda. Keyin qancha pulim bor edi. Endi ko'p emas edi-yu, 20-30 dollar, rupiya dollar aralash edi. Xullas borsam, qizig'i shundaki, mahoratni qarang. Ikkita cho'ntakdan olib ketganda, tashqi cho'ntakdan, ichki cho'ntakdan shipshiydan qilib ketgan. Hech narsani bilmaganman. Shuning uchun mana shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Endi bu payti muammoni yechishim oson bo'lgan, chunki sheriklarim bor edi, ulardan olib turganman. Shuning uchun sayohatga borganda yolg'iz yurishni mana shunaqa xavflari bo'ladi. Yoningizda odamingiz bo'lishi kerak. Qissadan qissa ehtiyot bo'lish kerak. Har narsa bo'ladi. Shuni. Mayli, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Gavhar opa, sayohat qilayotganda telefon yoki internetdan foydalanish darajasi qanday bo'lishi kerak? Sayohat payti juda ham ko'p foydalaniladi. Shuning uchun maslahatga keladigan bo'lsak, qaysi mamlakatga bormasangiz, birinchi yoki roamingga ulanib olish kerak. Lekin o'sha joyning sim kartasini olgan, menimcha yaxshiroq, ma'qulroq, ham arzonroq tushadi, ham sifatliroq baribir. Birinchi ish o'sha bo'lishi kerak, chunki sheriklaringiz bilan bog'lanib turishingiz kerak va internet doimo kerak bo'ladi. Elementarni bir yerga boradigan bo'lsangiz, joyni izlaydigan bo'lsangiz, karta bilan yurasiz. Shuning uchun agar men qiynalganman, chunki menda o'sha payti Yandex kartalarim yo'q edi. Google Maps'dan foydalandim. Menda bunday strelkacha chiqmasdi, bunday yumaloqcha chiqardi. U yumaloqcha bunday soyacha chiqadi. U qayerga qarab ketayotganini bilish uchun birinchi turib olishim kerak, undan aylanishim kerak edi. Shuning uchun biroz qiynalgan edim. Elektron xaritalardan foydalanishni bilish kerak. Albatta kerak. Joylarni izlashni bilish kerak. Masalan, bir xillar bilaman, Instagrami bor, Telegrami bor, hamma narsasi bor, lekin Googledan oddiy poisk berishni bilmaydi. Shuning uchun bilish kerak. Texnologiya rosa yordam beradi. Vaqtingni tejaydi, pulingni tejaydi, tezroq joyini topasan. Shuning uchun kerak. Конечно, endi rasmiy tushadi. Rasmiy tushish uchun, конечно, kerak. Shuning uchun chet elga ketayotganda, agar o'zini telefoni uncha yaxshi bo'lmasa, kerak bo'lsa birovdan olib turish kerak, chunki baribir sayohatdan rasm olib kelish kerak-da, xotira uchun. Sayohatchilar uchun qandaydir maxsus mobil ilovalar bormi? Sayohatchilar uchun bor. Bulardan endi borgan payti bilmayman, biz endi bunaqa spontanniy bor o'sha yerdan otel topib foydalangan odam emasmiz, tur paket olamiz, lekin sayohatdan oldin eng foydalilari bu aviasales. Bu O'zbekiston havo yo'llarini sayti, undan tashqari booking.com, u yerdan otel zakaz qilib olsa bo'ladi agar tur paket olmasa, va Airbnb. Airbnb bu hamma mamlakatlarda hozir shunaqa xizmat chiqqanki, xususiy shaxsiy uy egalari o'zlari xonani yoki uyni arendaga berishadi. Bu oteldan ancha arzonga tushadi. Solishtirganda ancha muncha arzon tushadi. Shuning uchun
o'sha Airbnb judayam kerakli ilova olib, ichini ko'rib, men ba'zida hech qayerga bormasam ham kirib, explore qilib o'tiramanda, qiziq, maytga borsam uncha bo'lar ekan, bu yoqqa borsam uncha bo'lar ekan, mana bunaqa pluslari bor ekan. Judayam kerak bo'ladi. Sayohat qilayotganda suratga olib, videoga olish muhimmi yoki shunchaki o'sha onda zavqlanish kerak? Zavqlanish kerak. Zavqlanish kerak, lekin shunaqa payti bo'ladi, rasmiy tushirmay iloji yo'q-da. Birinchi o'rinda zavq, birinchi ko'rib olish kerak, lekin rasmga ham tushish kerak. Masalan, Istanbulda men bilan rasmga tushmagan mushuk qolmadi. Xo'jayinim bezor bo'ldi. 28 ta mushuk bilan tushdik. Rasmlarimizni menimcha 30% ikkalamiz ham shu ko'chada ko'rgan mushugimiz bilan tushaverdik-da. Qiziq. Shunaqa. Yo'q, birinchi o'rinda zavq, albatta. Ko'rish kerak bo'lgan joylar bo'lsa, uni ko'rish kerak, mazza qilish kerak. Chunki xo'p, qo'yasan Instagramga endi. Kim havas qiladi, kim hasad qiladi, kim xafa bo'ladi o'sha joyga bora olmadim deb barib qo'yamiz lekin. Xulosa, zavqlanayotgan paytingiz rasmga tushing. Eplasangiz. Eplasangiz. Turizm ekologiyaga qanday ta'sir qiladi? O'zi ta'sir qiladimi? Juda ta'sir qiladi-da, salbiy ta'sir qiladi. Endi agar turizmdan kelgan daromadni to'g'ri sarflasa va turizmni to'g'ri tashkillashtirsa, unda ziyon kamayadi albatta, lekin bu inson faktori juda katta-da. Oddiygina yuraversangiz toshli mana yo'lakchalar yemirilib ketgan-ku yoki tegini urgandan shunaqa joylar yemirilib ketadi. Undan tashqari turistlar borgandan keyin u yerda axlat ko'payadi, u tabiiy resurslardan foydalaniladi. Shuning uchun borganda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot qilish kerak, o'sha borgan o'zimizdan boshlashimiz kerak aslida. Masalan, ahamiyat beruvdim ba'zi bir joylarga mikroavtobusda borganimizda stakanlarini tashlab ketishyapti-da. Masalan, ichgan narazi stakanlari yoki butilkalarini setkaga olib, shuni yig'ishtirib, alohida har qanday borgan joyini endi bizda mehmon qilyaptimi, chiroyli bo'lib qaytib kelish kerak. Ehtiyot qilish kerak hamma joyni. Gavhar opa, siz ekstremal yoki sarguzashtli bir xavfli sayohatlarga qanday qaraysiz? Men o'zim qo'rqoqman asli. Asli balandlikdan qo'rqaman. Bu nimagadir 30 yoshlardan keyin boshlandi. Ungacha qo'rqmaganman. Tuxumlar ustiga chiqib ketardim, daraxtlar ustiga. Lekin ekstremal sayohat zo'r deb o'ylayman va ekstrem agar qanaqadir bir attraksionlar bo'lsa, har qanday joyda albatta chiqqanman. O'sha tepalikni qo'rquvini his qilish, agar ilojisi bo'lsa, boyagi videolardan, rasmlardan qo'yishga ko'rsataman. Face the fear deydi, qo'rquvni yuziga qarashga harakat qilaman. Eng qo'rqinchlisi menimcha Angliyada bo'lgan. Shundoq Atlantika okeaniga kirib borgan pirs bo'ladi, men bilasan, pirs bunday kirib boradi. Dengizga kirib boradigan joy bo'ladi-da. Mana okean bo'ladigan bo'lsa, bunday pirs bo'ladi. O'shani chekkasida attraksion bor edi. Bizda bolta deydi. Endi bu giant bolta edi-da. Bilmayman yer sathidan qancha baland, hozir aniq eslab bera olmayman, lekin juda ham baland edi. Xullas, mana bunaqa narsa. Keyin tepasiga bunday o'rtasida o'qi bor. Uzun mana bunaqa temir joylashtirganda ikkita uchida 4 tadan kreslo bor. Va o'sha kresloga o'tirasan, mana u narsa mana bunaqasiga aylanadi, mana bunaqasiga aylanadi, ana kreslolar ham aylanadi. 360 gradusga. 361 ham juda ham qo'rqinchli-da, chunki ham okeanni qirrasida emasmi? Mana bu mana bunaqa qilgan payti okeanni yonidan o'tib ketasan-da. Tushunyapsanmi? Hozir u Londonda, Brighton degan shaharda edi. Dahshat. Shunaqa baqirdik, shunaqa mazza qildik. Puli 20 funt edi. Endi 25-27 dollarlar bo'ladi shekilli. Arziydi. Shunaqa mazza qildim. Hindistonda ham bir narsa, bir baland bir narsaga chiqqanman. Qayer yana? Gruziyada zipline da uchdim. O'zbekchasini bilmayman, nima u? Shu zipline da. Kanat yo'q. Yo'q, kanatli daroga eshitdim emas. U zipline hamda arqon bo'ladi, seni o'shanga osib qo'yadi.
pastga qarab qo'yib yuboradi. Ha. Xullas bitta shahardan ikkinchi shaharni o'rtasida katta jarlik bor. O'sha jarlikning uchidan uchib ketdim-da. Bilmayman, qo'rqoqman, lekin yuragim katta. Agar xavfsizlik choralari yaxshi ko'rilgan bo'lsa, uni qilish kerak. Ko'rish kerak, albatta ko'rish kerak. Keling endi ozgina baribir til mavzusiga ham to'xtalib o'tamiz. Gavhar opa, o'sha yangi joyga borganda mahalliy tilni bilish qanchalik muhim? Mahalliy tildan agar bitta ikkita so'zni bilib olsa, bu yaxshi. Masalan, oddiygina salomlashish yoki rahmat aytish yoki bu qancha skidka bering, narxidan tushasizmi degan narsalar, lekin aslida ingliz tilini bilsa, har qanday joyda odam chiqib ketadi. Chunki aksariyat joylarda odamlar ingliz tilini biladi. Shuning uchun o'rganinglar. Ingliz tilini bilish kerak. Mahalliy til endi boyagidek bilib qo'ysang, baribir Hindistonda ikki xil usullarni, shukriya, danyavad deganlarni o'rgandik. Bir narsalarda o'rgandik, kitna, baysab degan narsalarda kitna degani qancha degan. Kitna baysab derdik, xursand bo'lib ketardi. Shunaqa. Gavhar opa, shuncha sayohat qildingiz. Bu sayohatlarning IELTSga ta'siri bormi o'zi? Meni tajribam uchun, meni o'qituvchilik faoliyatim uchun juda ham katta foyda beradi. Sababi IELTS bu global test, u yerda global narsalar bo'ladi va hattoki mana bu kundalik suhbatlar, u yerdagi kundalik dialog bo'lmasa monologlar, o'sha narsani misol uchun qandaydir ichidan ko'rib kelganman-da va o'quvchilarga buni tushuntirib bera olaman. Listeningni shunchaki bajarishingiz mumkin. Xo'p, bitta sectiondan 10 ta toparsiz, lekin ichini tushunmay ketishi mumkin-da. Lekin uni ichidagi mag'zini chaqib, ularda mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi, mana shunaqa bo'lgan menda deb voqeasi bilan aytib bersam, ko'proq ta'sir bo'ladi va qiziqish uyg'onadi. Qiziqish baribir kuchliroq bo'ladi. U avtomatik texnik shunchaki testni bajarish emas, o'sha materialni sidqi dildan o'rganishga qiziqish bo'ladi-da baribir. Misol uchun mana fat taxni tushuntirish uchun bolalarga bitta chekni ko'rsatdim. O'zi nima u tax? Bizda yo'q-da u narsa, chunki mahsulotga biz qo'shimcha nalog to'lamaymiz-da. U yoqda nima mahsulot olsang, chekingni o'zida chiqarib beradi. Ma'lum darajada sen tax nalog to'lashing kerak, soliqni. Shu nuqtai nazardan juda ham katta foyda beradi menga o'qituvchi sifatida. Endi o'rganuvchiga sayohat qila olsa, nur ustiga a'lo nur. Chunki boyagi aytgandek, o'sha ichidagi vaziyatlarga kirib chiqadi-da. Ha, ana bu part section 2 da esinglardami, sayohatlarda mana bu tour guidelarning gaplari, turlarga chiqish, avtobuslarda nima tekin bo'ladi, nima qo'shib bersa bo'ladi, qanaqa turlar bo'ladi, o'sha narsani bitta ikkita rasm bilan birga ko'rsatsa rosa ham qiziq bo'ladi-da. Shuning uchun bolalarga aytaman, Toshkentga borsangiz, Magic City'ga yugurmangda, O'zbekiston gостиницасini tagiga borib, double decker avtobusga o'tirib, ko'ringlar, o'sha bizda ham bor o'sha narsa. O'sha tajribani bizda ham qilsa bo'ladi. Juda ham foydali. Mana azizlar, bizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda o'tkazib yubormaslik uchun obuna bosing. Obuna bosmay qo'yaversin. Shunaqa deysan o'zi. Ana olib ketamanda xuddi yalinmaganda. Пожалуйста, поставьте аванс, like avansim dedi-ku. Aytaverdik. Aytaver, meni 600 ta odamlar. Qara, meni ham gapim bor, lekin hozir turib qara, har doim chiqib ketasizlar-ku. Salovat bo'ling demayman, samolyot bo'ling deyman, bilasizlarmi shuni? Ahamiyat beryapsizlar? Samolyot bo'ling, konkret aytasiz. Samolyot deyman-ku, shuning uchun-da sayohat qilishlari uchun. Bo'ldi, shuni aytaman. Bekorga emas. Yo'q. Unaqa emas.
Yo'q, aslida просто shunday o'xshagani uchun aytar ekanman. O'ylab qarasam, bu bekorga emas, bu miyadagi neyronlar buyruq berib yuborganda, unconsciousim meni nima qilib yuborganda. Shuning uchun так что samolyot bo'lasizlar. Boshdan aytaverdim hali işte. Mana to'xtang. Mening gaplarim bor-da, o'y. Gapir. Bizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Agarda savollaringiz yoki fikr va mulohazalar bo'lsa, komment yozing. Obuna bo'lishni unutmang va karma uchun bitta like bosib qo'ying. Hammaga xayr, salomat bo'ling. Shuning uchun xayrlashganimda samolyot bo'ling deyman.